Tasavvur qiling, bir to'p uyg'onasiz, Instagram yo'q, Reels yo'q, istoriya yo'q, profil yo'q. Hammasi yo'qolgan. O'rtada jimlik. Ammo bu jimlik ortida nimalar bo'ladi? Eng birinchi zarbani kontent yaratuvchilari oladi, ya'ni content makerlar. Ular har kuni rasm, video, post, reklama bilan yashardi. Reklamachilar esa minglab odamlar ko'radigan joydan ayriladi. Kichik brendlar endi mahsulotini reklama qiladigan joy topa olmaydi. Ko'pchilik qani boshqa platforma topamizmi deb sarson bo'ladi. Instagram faqat ish emas, ko'pchilik uchun kunlik odat. Har tong kim nima joylagan degan savol bilan boshlanadi. Endi esa o'sha odamlar jimlikka duch keladi. Hamma bir lahzada men nimani ko'rib yashayotgan edim degan fikrga keladi. To'satdan paydo bo'lgan vaqt. Bu vaqtni kim qanday to'ldiradi, o'sha hayotni belgilaydi. Instagram faqat rasm platformasi emas. Bu joy odamlar o'zini ko'rsatadigan, qadrlaydigan va qiyoslaydigan joy edi. U yo'q bo'lsa ko'pchilik o'zini yo'qotgandek his qiladi. Boshqalarning mukammal hayotini ko'rib ezilganlar asta tashlanadi. Yolg'on baxt, soxta muvaffaqiyatlar yo'qoladi. Lekin bu yo'qolish fojia emas. Odamlar endi ko'chada yuradi, sport qiladi, kitob o'qiydi, mehr ko'proq real hayotda seziladi deb o'ylayotgan bo'lsanglar adashasizlar, chunki YouTube yo'q bo'lmagan va TikTok ham haligacha bor va bundan keyin ular TikTok va YouTube Shortsga o'tib ketishadi. Nima narsa просто endi ssenariyda bor. Hech kim kimdadir hayotini ko'rib ezilmaydi. Qiyoslash kamayadi, asab tinchiydi, rasmiylik emas, haqiqat boshlanadi. Instagram yo'q bo'lishi zarba, lekin yangi davr ham. Balki bu oraliq sokinlik bizga nimanidir anglatishni o'rgatar. Agar Instagram butunlay yo'q bo'lsa, sizning hayotingizda nima o'zgaradi? Kommentariyaga o'z javobingizni yozib qoldiring. Va videomiz shu joyida o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'linglar.